Sizlar radaringlar ham 8800 Wi-Fi li bo'lgan bo'lsa, obnovlение qilishga qiynalayotgan bo'lsanglar, men sizlarga buni tekinga o'rgatib qo'yaman. Ko'pchilik qiynaladi shu masalada. Kompyuterga ulab ham bo'lmaydi. Kompyuterga ulasa ham bo'ladi, lekin sal qiyinroq. Radar ulab o'riladi. Yondan nastroykaga kiriladi. Telefoningizda Wi-Fi kodini 8 ta 9 qilasizlar, nomini 2 ta 9 qilasizlar. Keyin bu yerda ham mana loginni 99. Wi-Fi parol. Parolni ham 8 ta 9 qilasizlar. Wi-Fi login, Wi-Fi обновление. Obnovleniyadan qidirtirasizlar. Telefoninglarni topash kerak mana shu. 99 bilan 8 ta 9 qo'ysanglar, telefoninglarni ham shuna qo'yasizlar. O'shanda qidirib topish kerak. Topdi, obnovleniyani boshladi. Обновление завершено. Obnovleniya bo'ldi. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.